Senatda Prezidentning Oliy Majlisga va mamlakatimiz xalqiga yo'llagan murojaatnomasining mazmun mohiyati, unda belgilangan vazifalar hamda ularni amalga oshirishda vakillik organlarining o'rni va mas'uliyati atroflicha muhokama qilindi. Davra suhbati Parlament yuqori palatasining Yoshlar, Xotin-qizlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi hamda Xalq demokratik partiyasi Toshkent viloyat kengashi hamkorligida tashkil etildi. Tadbirda viloyat kengashi vakillari, senatorlar, mutaxassislar hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Murojaatnomada ko'tarilgan masalalar, ayniqsa o'sha yili nomini mahallaga bog'liq qilib qo'yilishi, davlat rahbari murojaatnomada ko'rsatib o'tgan 6 ta yo'nalish bo'yicha o'zlarining fikr takliflarini berishyapti va biz bugun prezidentni murojaatnomalarini batafsil muhokama qilyapmiz, chunki deputatlarimiz o'zlari murojaatnomada ko'tarilgan masalalarni yaxshi bilib olishsa, buni borgandan keyin o'zlari saylangan mahallaga, aholimizga yetkazishda bu juda ham yaxshi xizmat qiladi. Respublikamizda 33 ta tuman ijtimoiy Yangi O'zbekiston timsolidagi tuman shaharlarga kiritilishi yuzasidan prezidentimiz farmoni chiqqan. O'shanga Chinoz tumani ham qo'shilgan. 100 milliarddan oshiq mablag' ajratilgan tumanimizga ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, infrastrukturani rivojlantirish, xalqimizga shart-sharoit yaratish bo'yicha alohida tuman dasturi chiqdi. Dasturini tasdiqladik, yo'l xaritalarini tasdiqladik. Kim nima ish qiladi, qaysi mablag' qayerga sarflanadi, hammasini jamoatchilik nazoratini olib borib, chiroyli qilib mana shuni yakunlash maqsadidamiz. Shuningdek, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, madaniyat va sport sohalarini rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalarni joylarda samarali ijro etish haqida ham fikr yuritildi.